500 ming topganda ham odam o'zgarmas kerak, maqsadli o'zgarish kerak, faqat o'zi o'zgarib ketish kerak emas. Kecha ham eshitdim shu gapni, aytishadiki, Mirab aytishadi. Mana palonchi, pistonchi massalar bor deydi. Sizga kelganda hech kim emas edi deydi. Mana shu ko'tarildi deydi. Siz reklama qildingiz, boshqa qildingiz, ko'tarildi. Keyin ko'tarilgandan keyin vashi dimog'dor bo'lib ketdi, ishib ketdi, o'zgarib ketdi. Bu yoq deyshadi. Shu savol ko'p berishadi. Keyin men aytamanki, o'zgarmadi deyman. O'zi shunaqa bo'lgan deyman. Pul odam aslida qanaqa bo'lsa o'shanisini chiqaradi. Mana qarang, atrofimizda qancha pul ko'p odamlar bor-da. Mana Muratbek misol uchun, Ortiqxo'jayev bu yilgi dohodi keyingi yilgi dohodidan qancha katta. Nega o'zgarmaydi? Chunki ular o'zi shunaqa odam. 500 ming topganda ham odam o'zgarmas kerak, maqsadli o'zgarish kerak, faqat o'zi o'zgarib ketish kerak emas. Har bitta pulni, har bitta etapida uje o'sish kerak, o'qish kerak. 50 ming topadigan odamlarni psixologiya ham yetib olish kerak-da. Tushunasizmi? Siz pul bilan ishlay olishingiz kerak-da. Ruhiyat bo'lishi kerak. Odamlar o'ylaydi